مەخپى نۇمۇرسىز مۇھەببەت. قەلەمدە گۈلچehra Abduqodir. ئاۋازدا Rahila Musa. O illiq oilasi, qalbida go'zal orzusi, qishda meshida kuyayotgan o'ti, yozda o'ylasida echilgan guli, qaznaq uyida mislik tamoq puruqi bor baxtlik ayol edi. O qarindoshlarining bir tal guli, do'stlarining to'g'ri fikrlik sirdishi, tuqqanlarining yaxshi maslahatkori edi. O oiladan, baxtidan suyungan ayol edi. Afsus, taraqqiyot uning oilasiga ko'z qizartdimi aytavur. Yo'ldishining kuykusida ancha-muncha noznilla bir ko'rinib, bir yo'qab turdi. Ular yiroq shaharlardan, qo'shni mahallalardanmi bo'ldi. Lekin ayol bilmasga, ko'rmasga soldi. Chunki u o'ziga ishonadi. O'zining izzatining bu arzimas sarsonalarning oldida oltin kabi paqirab turadiganligiga ishonadi. Xizmat, uy, bola, nurg'un aldirashchilik ichida xeyli yillar o'tdi. Telefonda o'ndidori paydo bo'ldi. Suyimlik yo'ldishining telefoniga maxfiy nomer selindi. Ishik qattiq yepiladigan bo'ldi. So'zlar osaydi. Tamoq ustilida arlab yo'q bo'lishga boshladi. Kechilar g'erib bo'lishga boshladi. Uchirlar, ezitqular erni oiladan yiroq joylarga ib qochdi. Ayol oltinga to'pi bosqinini bildi. U taqdirdoshlariga o'xshash azoblandi. Lekin o'zini yo'qotmadi. Un silib yig'lamadi, qaqshimadi. U yulduzlar bilan sirdashdi. Yostiqiga azoblarni to'kdi. O 20 yillik muhabbatlik aslimlarni seg'inib asladi. U bu shirin tuyg'ular ichida bir oz orom topdi. Lekin ochiq kundagi chaqmoq ovozidan cho'chib uyg'ondi. U miskin, g'ayrib hujradan o'ntib qolgan o'zini topdi. Yana jittirib qo'ymaslik uchun o'zini mehri bilan, ishonchi bilan chin quchoqladi. U o'rnidan turdi. Kushanda ayol bilan suhbatmi qilmadi. Erimni qaytirib-ba deb jidalmi qilmadi. Niyatlarini durust qilib, xiyollarni pokiz qilib, ayol bo'lishni o'rganishni tashlamadi. Kiyimning chiroyligini, girimning suzikini, sumkaning moslashqinini, oyoqning rohatini, so'zning go'zalini o'ziga hadiya qildi. Yo'ldishiga sevgisini azaytdi. Bergan vaqtlarni oshirib qisdi. O'zining eng go'zal, xushburoq holatlarini xuddi havo bulutliq kunidagi quyoshdak bir yoshirib, bir oshkorladi. Yo'ldishini mening hayotim ichida yasha demadi. Onunğa vaqt berdi.
o'z tuyg'ulari, o'z hislari ichida yashash bo'shlig'i badi. Ayol o'yladi. Yo'ldishiningmi bir chaqlarda yoshliqi bo'lgan, armonlari bo'lgan. Balkim shu yoshliqining davomidir deb, shu kundan boshlab qalbidagi uni saqlab, hayotidagi uni qo'yib etib yashadi. Chunki yo'ldishiningmi voz ketish huquqi borligini bilib yetdi. Lekin bu ayol o'zidan voz kechmadi. Qalbidagi sevgidan voz kechmadi. Aslimalari go'zal edi. Chimliqdiki, qorliqdiki, oydin kechalardiki, o'tliq beqishlardan, talmirishlardan, sevgilardan voz kechmadi. Faqat shu sevgilar o'rniga butun hayotiga yetarlik edi. Faqat shu sevgilar uningga butun hayotiga yetarlik edi. Chunki bu sevgilar shuncha shirin, shuncha tatliq edi. Bu sevgini qalbida shu peti saqlab qolish uning orzusi edi. O yo'ldishini xiyollari bilan, yarashimli kostyum burulkalari bilan, esil mashinalari bilan o'z dunyosiga erkin qo'yibdiki, uni unutib yashagandek yashadi. Chunki u o'ziga ishonadi. Sevgining o'zida qolganiga, bir kunlari sevgi tilab qaytib keladiganligiga ishonadi. Ayol o'zini texmi oshirib so'ydi. O'ziga aktiv energiya, xushbiroq gul sovg'a qilishni asla unutmadi. Azobni qo'yib etib, go'zallikni quchoqladi. Atrofga kulib, mehri bilan qaradi. Atrof uningga go'zal. U atrofga go'zal ko'rindi. Bir kuni, yomg'irliq bir kuni eshik chekildi. Eshik asta ochildi. Eshik tubida so'lg'in holatda edi. Chunki u uchratgan u ayol yo'lovchi edi. Uni ayol kabi suymagan, kutmagan edi. Chunki u yana bir yo'lovchini topgan edi. Ayol yo'ldashining sumkasini qo'liga oldi. Uyiga, o'z uyiga qadam oldi. Ustal ustiga bir dasta gul qo'ydi. Uy gulning xushburqi bilan shundoq go'zal bir kayfiyatga cho'mdi. Mەxpى numursız telefonini ustal ustiga xotirjam qo'yib qo'ydi. Chunki u ulug' sevgining mەxpى numursız bo'ladiganligini tushungan edi. 2020 yil 8 oyning 23 kuni